Mart oxirida mashg'ulotlardan so'ng Gvardiola Husanovga "Sen chempionsan" deb gapirdi. Husanov bunga javoban "Sen ham shampun" dedi. Ingliz tilini endi o'rganayotgan Abduqodir Husanovga bu til kelishmovchilik sababdan chiqqan so'z. Lekin bu gap Sochio Gvardiolaga qattiq botib, Husanovni o'yinlarga tushirmay qo'ydi. Bu qanchalik rost? Ushbu videomizga oydinlik kiritamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Unda boshladik. Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning ingliz klubidagi faoliyati bosh murabbiy Gvardiola bilan tushunmovchilik tufayli yakunlanishi mumkin. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda Real Talk Manchester City akkaunti xabar berdi. Husanov mashg'ulotlardan so'ng Pep Gvardiola bilan janjallashdi. Oliy darajadagi manbalarga ko'ra, Husanov City'dagi kelajagi allaqachon muhokama qilinmoqda. Mart oyi oxirida mashg'ulotlardan keyin Pep Husanovni quchoqlab, uning mashg'ulotlardan va o'yinlardan harakatlarini maqtagan, "Sen chempionsan" degan. Husanov esa til bilmaslik sababli unga "Sen shampun" deb javob berdi. Bu aslida "Sen ham chempionsan" demoqchi bo'lgan edi. Pep Gvardiola buni kulgili deb qabul qilmadi, chunki u Husanovning uning kalligidan mazza qilyapti deb o'yladi. Ruben Dias vaziyatni to'g'rilashga uringan, chunki Husanov uchun ingliz tilida gapirish qiyin bo'lgan. Ammo Pep bundan ranjidi. Endi Husanov City'da o'ynamaydi va zaxira o'rindig'iga qoladi. Husanovning City'dagi faoliyati boshlanmasdan tugadi deb yozadi manba. Menimcha bu haqiqatan yiroq. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Men barcha rus va ingliz saytlaridan olgan ma'lumotlarni siz bilan ulashdim.